5.400.000 so'm xaritasi bo'ladilar. Podarkasini qarang aqa. Mayda chuyda etib o'tirmayman. Bundan assortiment yaratib beraman. Xohlasalar 7 kiloluk avtomatik mashina 3 yil garantiyasi bilan. Xohlasalar sanasidan 60-60 razmerlik 6 upravleniyalar bir dana gaspiti eng zo'rindan. Xohlasalar 43 lik smart Android televizori bonusini. 3 varianti bor ekan. 3 variant xohlagan tanlab olsinlar. Bizdan 3.800.000 so'm bir dana 50 dyumlikda tezkor qaytatib olasizlar. Yanında bonusini mayda chuydatun bir dana 43 lik smart Android 4K tezkor qo'shib beramiz. Bir dana 55 lik tezkor qaytatib olasizlar. Yanında mayda chuydat 6-7 deb o'tiramiz. 8 kiloluk avtomatik mashina qo'shib beramiz. 3.800.000 8 kiloluk sara oladi. 3.800.000. Ha, endi qarang Sardar, faqat 3.800.000 o'zi bilan cheklanib qolmaydilar. Podarkasini Podarkasini qarang. Yurtdoshlarimiz uchun zo'ridan bir dana duxovka pechkasi, pilisosi, termopoti, uchki stoli va kirsalardan suv shirkasi ham bor. Sizni kanalingizni aytib kelsalar, men Sardarbekning kanalidan Arifjon Eminni seni ko'rib keldim desalar, yana bir podarkam bor. Pasuda beraman demaydi? Zo'ridan pasudan bo'lib qo'shib beraman Sardar. 31 dan olaman, qanday bu? 31 personlisi bu. 55 million so'mdan beradi. Liboy holdingni qaydatib olasizlar. Aksiyasini qaranglar. Sizlarga 1.43 lik televizori, termopoti, blender, qozonlar bor. Birinchi variantimiz. Sardar tanlov bor bizda bugun. Tanlovni zo'ri bo'ladi. Xalosa bu komplet. Yo'q, kerakmaydi desalar. Duxovka pechkasi, pilisosi, mikrovolnovkasi, pasuda nabori. Pasuda bor. Men nomini yana bir dana qozon. Yana bir dana. 5 dana predmet. Xalosa bu komplektdansizlar. Zo'r bo'lib ketdi o'dim. Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Bugun 17-sentyabr. Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida keldik. To'rtko'l tumanida joylashgan Euro Texno bытовая texnika magazinida aksiyalar, skidkalar o'tirib ekan. Shular bilan tanishamiz. To'shni adresimiz To'rtko'l tumani Dehqon bozorining yonida joylashgan do'stlar. Birinchi tarafdan kelganda Dehqon bozoridan sal o'tasizlar, chap tarafimizda bo'ladi. Agar bu yoqdan To'rtko'lning ichidan kelsangizlar, o'ng tarafimizda bo'ladi. Nomerlar yoziladi, zvon etib kelaverasizlar. Ketdik. Arifjon, sen yaxshimisan? Yaxshi yuribsanmi? Sog'liqing yaxshimi? Harmoshlar bilan. Qani mikrofon taqib olamiz. Yaqinroq edik. Aydin xudo xolasa. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Xudo xolasa sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Sardor ham bilan yana chaqirdik. Aksiyani zo'rini xalqqa yetkazib bering degan maqsadda. Xudo xolasa tayyor o'tiringlar, mahkam o'tiringlar, aksiyani yomoni bo'ladi bugun. Yig'ib qolmanglar-da. Yig'ib qolmanglar. Xudo xolasa Sardor novdan boshlaymiz bugungi aksiyani. Qaysiında bir zo'r aksiya o'tibdi. Endi og'a hammasi zo'r aksiya o'tibdi. Hammasi zo'rmi? Hammasi zo'r. Keling holdingdan boshlaymiz bugun. Bo'ladimi? Yaqinroq edik. Keling og'a. Og'a bizda holdinglarning turi ko'p og'a. Kichkina holding bilan katta holdinglarning turi ko'p. Masalan, kichkina holdinglarimiz ham turibdi. Endi buni orqada turibdi, yashirinib qolgan. Ana uchun og'a yashirin orqa fonda qolib ketdi. Ana uchun hozir bu yerni katta holdinglar urg'uni berdik. Bo'yi 1.50 ha, ha. Yo'q, 1.5 metr o'sha 1.45 1.5 metr. Bizda endi qaranglar yurtdoshlar. 5 million so'mdan baland istalgan holdingni xaridati bo'lasizlar. Bu safar podarkadan boshlaymiz, Sardor. Daryo podarkadan boshlaylik. Podarkadan shu to'p xalq kutib o'tirmasin, zo'r narsani bilib olsinlar. 55 million so'mdan baland Liboy holdingni xaridati bo'lasizlar. Aksiyasini qaranglar. Sizlarga 1.43 lik televizori, termopoti, blender, qozonlar bor. Birinchi variantimiz. Sardor tanlov bor bizda bugun. Tanlovni zo'ri bo'ladi. Xalosa bu komplet. Yo'q, kerakmaydi desalar. Duxovka pechkasi, pilisosi, mikrovolnovkasi, pasuda nabori. Pasuda bor. Men nomini yana bir dana qozon. Yana bir dana. 5 dana predmet. Xalosa bu komplektdansizlar. Zo'r bo'lib ketdi o'dim. Agar bu komplekting ham menga kerakmaydi desalar. U yana bir o'yni bor. U ekin brendasida Kukmara qozonlar bor. Ag'a 19 bor deymi? Yo'q. Ag'a bunda 7 predmetli qalinlik variantlari eng so'nggi chiqqan vipiskasi. 7 predmet. 7 haqiqiy Kukmara varianti. Yo'q, vam endi yanında doполнительно bo'sh brend aslida pilisosi chalaklisi. Ag'a 2600 wattlik 30 litrliki. 30 litr. Eng sara variantida. Xalosa bu komplektdansizlar. Yo'q uka. Men uyimda bu narsani hammasidan bor desalar 4 million so'm pul mukofoti. 4 variant bo'lib ketdimi? 4 variant aytdik og'a. Voy bu. Aytdik-ku, bugun xudo xolasa aksiyani yomoni bo'ladi. Ana. 4 xil variantda xolasalar bu komplektda, xolasalar buni, xola bunasalar, xolasa 4 million pul mukofotini olsalar, xolagan variant. Kerak bo'lsa, variantlar ko'payib ketdi. Xolasangiz talla bo'lishim kerak bilan. Xolasangiz buni varianti. Nima uchun og'a holdinglar bitta sezon to'xtashdi og'a. Что hozir xalqimizga katta holdinglarni olib foydalanib qazillar, bu predmetlar uyina muta kirib qazillar degan maqsadda holdinglarga katta aksiya berib turibmiz. 5 milliondan yuqori bo'lgan holdinglarga bu, ha? Ha. Endi holdinglar baholaridan tanishtirib o'tib ketdik, Sardor. Tanishtiring. Keling og'a. Masalan bizda holdinglarning turi ko'p. Masalan 60 sm deymilar,
70 santim deyimler gigant holdinglar ham turibdi. Masalan, başlayamiz ağa. Eng qimmatından başlayamiz Eng qimmatından başlaymiz. Eng qimmatından başlayamiz ağa. Zo'rini. Hisense kompaniyasıniki. Yapon texnologiyada ishlab chiqariladi. O'zingiz ham gördingiz, shkaf bu ağa. Yana bu morazilkasi. Morazilkasidan zo'rg'ay buni. Bir qo'chqarni so'yib, dib tashlab qo'yaverasizlar. Yana bu nulovoy zonasi Sardar. Nulovoy, meva-cheva qo'yamiz. Meva-cheva sabzavotlarni chotki sveji turadi. Qarang endi. Zo'r ekan. Tartib olib turadi. Ben xolodilnik 12 million so'm sotilgan xolodilnikni yurtdoshlarimiz uchun 3 million so'm skidkasi bor. Skidkasi ham bor. Skidkasi qarang. 12 million so'mlik xolodilnik 9 million so'm skidkaga tushgan. 9 million so'm skidkadan tashqari 4 million so'm pul mukofoti. Shitir. Ana. Xalosalar 4 million so'm pul mukofotini asıllar. Xalosalarida turgan 3 komplektdan xolagan birsini besplatli ko'tarib ketsinlar. 5 millionga chiqib qoladi mashina bizga bu? Ava, 5 million so'mga tushib qoladi Sardar. Shkaf katta xolodilnik. Yo'q, menga unchalik kattasi kerakmidi? Menga kichikroq bo'lsin, rozorbob bo'lsin desalar, endi xolodilniklarimiz bor. Masalan, mana Sardar. Normalniy qilasa. Brando kompaniyamizniki, rossiyalik texnologiya ishlab chiqariladi. Xolodilnik ustida, morzilkasi tengda bu 3 motor ishkala bo'ladi. Avang, 3 bo'lakli bo'ladi. Hamma yaxshi taraflari hamma narsa sig'adi. Tablodan boshqa xususiyatini egaladi Sardar. Xalosalar teng oddinli, xalosalar ustun oddinli boshqaraveradilar. Brend Rossiya bo'ladi. Zborkasi Xitoyda ishlab chiqariladi. 3 yil garantiyasi bilan как положение beriladi. Endi bu xolodilnik narxi 8200, 8300 sotilgan, yurtdoshlarimiz skidka narxda 6 million 600 ming so'mga qo'yib beramiz. 6 million 600. 6 million 600 ming so'mga qaytadi bo'ladilar. Xalosalar 4 million so'm pul mukofoti. Xalosalar birinchi komplekt, ikkinchi komplekt, uchinchi komplekt bemalol tanlab olaversinlar. Bugun xudo xolasa yurtdoshlarimiz uchun klientlarimizning tanlovini zo'r bo'ladi. Uchinchi variantda Sardar xolodilniklar. 4 varianti bo'ldi. Endi xolodilniklarni faqat bu ikki xil modelda emas, bandinglarni ham ko'rsatib o'tdik. Sardar xudo xolasa. Yeni 70 santilik, 70 santim. sredniy xolodilniklar kattaroq bo'lsin deganlar uchun masalan. Xolodilnik ustunda bo'ladi bular ekan, morzilkasi tengda. Yeni teng bo'lib 70 santim bo'ladi Sardar, 60 kattada. 70 santimetr. Ha. TCL kompaniyasi koreys texnologiyada bo'ladi. Tablodan boshqa xususiyatini egasilar. Eng so'nggi chiqqan Vipiskadagi xolodilniklardan sifatidan zo'rog'i. Narxi 11 million so'm, 10 million 500 ming so'm minimal darajada sotilgan xolodilnikni yurtdoshlarimiz uchun, xalqimiz uchun zo'r skidka narxda 8 million 500 ming so'm beramiz. 8 million 500. 8 million 500 ming so'mga qaytatib oldilar. 2 metr почти. Ha 2 meni bo'yimdan baland tag'i. Yanında 4 million so'm pul mukofoti yana. Ana. Xalosalar pul mukofotini asıllar. Xalosalar u komplektdan xalog'ini tanlab asıllar. Ana kerak. Ishini variantlarimiz ham bor. Endi xolodilniklarimiz bandam xolodilniklarni terdik Sardar. Avval xolodilniklarimiz o'zingiz ham bilasiz, dukanimiz o'zgarchadi. Yangi faslda yangicha o'zgaradi. Kuzakda o'zgaradi variantlari. Kichkinaroq variantlari. Masalan, bu yerda Media Buying. İtalyanski brend, eng pastda turadigan xolodilniklardan biri. Narxi skidkada 6 million 800 ming so'mga tushib turibdi. Zo'r talab etiladigan xolodilniklardan biri. Yo'q, menga Samsung kerak. Men brendli narsa, odamlar eshitgan, men biladigan narsalarni olaman desa, Samsung kompaniyamiz ekan bu yana. Tablodan boshqariladi. Sifati zo'r, morzilkasi tengda, xolodilnik ustunda bo'ladi. Invertor bo'ladi, pastokda zo'r ishlab beradi. Narxlar ham skidkaga tushgan. 8 million so'mlik xolodilnikni yurtdoshlarimiz uchun 6 million 900 ming so'm skidkaga qo'yib berganmiz. 6 million 900. 6 million 900 ming so'm. Xalosalar 4 million so'm pul mukofoti. Xohlasalar buni asıllar. Yangida ko'rsatamiz. Xalosalar yana bir 43lik televizori, termopoti, blenderi, bir qozon nabori bilan qaytatib asıllar. Besplatli. Xalosalar duxovka pechkasi, pылесосы, mikrovolnovkasi, posuda nabori. Bu posuda bu ağa. Zavtrak naborda bayda. Xalosa bu komplekt etib asıllar. Yana javob ketdi u. Zepper naborni ham qo'shib beramiz. Voy bu. 5 komplekt. Yo'q, bu menga kerakmi desalar. Bir dana Mara brend haqiqiy original variant. U ekin. Eng sara qalin xilis, eng sara varianti. Yanında bosh brend aslında chalakli pылесосы 2600 wattlik teng bo'lib 30 litrlik bu. Kattasi. Gap yo'q. G'alingisi tengdek changan ham tartib oladi. Xalosa bu komplektdan asıllar, yana xalosa 4 million pul mukofotini. Zo'r aksiya bo'ldi bu xolodilniklarga. Shunday variantimiz boshladi xudo xolasa kuzakda. Sezonda. Gap yo'q. Endi bu yerda xudo xolasa xolodilniklarimiz ko'rsatib o'tdik Sardar. Endi kirmashinga o'tdik. Kirmashinlarni ham o'tdik. Kirmashinlarimiz ham zo'r aksiyalar va skidkalarni qo'yganmiz yurtdoshlarimiz uchun. Bizda endi kirmashinlar narxlari 3 million 300 ming so'mdan boshlab ta sifati 6-7 million so'mgacha turi bor. 6 kilodan 12 kilogacha turi bor. Endi bizda kirmashinlarni masalan Samsung brendlarimiz, LG brendlarimiz, Vestel kompaniya, Media kompaniya, Artel turi ko'p. Hamma brenddan to'p beramiz xudo xolasa. Endi baholari bilan tanishtirib o'tamiz. Monex kompaniyamizniki 6 kilolik kirmashin, 3 yil garantiyasi bilan
Aslan narxı 4.300 ming so'm sotilgan, skidka narxda 3.300 ming so'mga tushib turibdi. 3.300. 3.300 ming so'm dostavka uстановkasi ham ichida oladi. 7 kilolik kir mashinasalar, kattaroq desalar. Media kompaniyamiz italyanskiy brend hisoblanadi, Sardor. Kачество, sifati zo'r. Narxi 5,5 million so'mgacha sezonda qimmat sotiladigan kir mashina bu. Katta chegirma qo'yilgan. Ya'ni 3.700 ming so'mga tushirganmiz. 3.700. 3.700 ming so'm skidka tushirganmiz, sog'ing. Keyin endi kattaroq men kurtka odam yuvaman deganlar uchun 8 kilolik kir mashinaga. Bu Daewoo kompaniya, koreyskiy kompaniya hisoblanadi. Turkiyada sborka etilgan. 1400 obrotda. Haqiqiy Made in Turkiya varianti. Obyomini ko'rsatib beringlar, obyomi dim katta uni ichlari. Eng sifatli variantlardan biri. Buni kir mashina narxi 6 million so'm sotilgan Sardor. Skidkaga bombasi 3 million 800 so'm yurtdoshlarimiz ishlab beramiz. Ana kerak bo'lsa. 3 million 8 kilolik Sardor varianti. 3 million 800. Avon. Endi qarang Sardor, faqat 3 million 800 o'zi bilan cheklanib qolmaydilar. Podarkasini Podarkasini ham qarang. Yurtdoshlarimiz uchun zo'ridan bir dona duxovka pechkasi, pilisosi, termopoti, uchki stoli va kirsalardan suv shirkasi ham bor. Sizni kanalingizga aytib kelsalar, men Sardorbekning kanalidan Arifjon Eminni seni ko'rib keldim desalar, yana bir podarkam bor. O, yana birisi bormi? Yana biri bor. Shunda 6 bo'lib ketgan podarka. 6 dona podarka. Endi u podarka kichkina podarka emas. Ko'rsatamizmi Sardor, surpriz bo'lsinmi? Surpriz bo'laversin. Yo'q, ko'rsatamiz Sardor. Ko'rsatamizmi? So'rab kelsinlar shu podarka. Qani. Qarang. Mayda chuyda aytib o'tirayman Sardor. Pasuda beraman demaydi. Zo'rnab pasudan nabor qo'shib beraman Sardor. 31 dan olaman, qanday bu? 31 personlisi bu. Zavtraqdan eng so'nggi chiqqan variantlar, original varianti. Mutlaka tekinga qo'shib beraman. Endi olmasa qo'ymaydi deydi, garantiya. Bu odam. Kanalni ko'rib turib, Sardorbekning kanalidan Arifjon seni ko'rdim desalar bo'ldi. Bir dona pasudan nabor, shuni tekinga qo'shib beraman. Ana kerak bo'lsa. Shuncha sovg'ani yanına yana tekinga. Yaxshi qilingan. Kirmashilardan shunday aksiyalarni bombalari qo'yib yotibdi. Endi kir mashina olajaq odam keladi toshni berga. Kesin asllab biza podarkalar ishlab berik. Falanchi so'm turadi do'stlar. Ha, eng sara variantlarni aynan. Gap yo'q. Va Sardorgan tizorlarni ham yo'rib qanday aksiya o'tiribdi? Tizorlar ham zo'r skidkalar bo'lib turibdi. Tizorlar ham o'sha sezoni boshlandi Sardor, xudo xolasa. Bular ham skidkasi davomiycha o'zgarmasdan xudo xolasa zo'r bo'lib keltir. Yaxshi variantlarni, zo'r tizorlarni ekkaldik, xudo xolasa variantlarimiz assortimentni kengaytirdik. 32 tizorlarning narxlari 1 million so'mdan boshlandi, buni ko'pchilik biladi o'sha. Shundan skidkaga tushirdik. Siz kanalingizni ko'rib kelsalar, xudo xolasa yana ustida chiroyli skidkalari bilan. Yana skidkasi bor. Chiroyli etib kranshtenasi va chiroyli podarkalar bilan beramiz обязательно. Endi xadovoy razmerdagi tizor desalar Sardor 43lik bo'ladi. Shu 3 qator 43lik tizor hisoblanadi. Bularimiz narxlari 2 million 200 ming so'mdan boshlanadidan 4 million so'mgacha turi bor. Endi Sardor siz kanalingizni ko'rib keldim, sizni kanalingizga like bosib, kommentariy yozib gelsangizlar yana skidkasi bor. Ana, kommentariy yozing обязательно. Обязательно like'larni bosib, bangirdatib tashanglar, xudo xolasa sizlarga manfaatli bo'ladi. Vesta kompaniyamizniki 2 million 800 2 million deb sotiladigan smart televizor 2 million 200 ming so'mga tushgan Sardor. To'xtang, buni aytaman. 2 million 200 ham deyman Sardor. 2 million so'm aytib beraman. 2 million so'm. 2 million so'm tekis. Smart televizor. Yanında podarkasilarni qarang Sardor. Podarkasi ham bor. Podarkasi ham bor Sardor. Skidka bo'lganda podarka обязательно bo'ladi Eurotexnoda. Voy bu. Bosh brend aslida so'kirjimalkasi, misrovkasi, blenderi, termopoti, chopperi, kasa nabori va kranshtenasi bilan mutlaka tekinga qo'shib beramiz. 3, 6, 7 podarka bo'lib ketdi. 7 dona podarka, 1.43lik tizor Sardor. Voy bu. Unda 2 million 200 ming so'mga qaytatib oldi. Inom sog'larni mutlaka tekinga oldi. Ana kerak bo'lsa. Endi bularning har xil variantlari bor. Rebus brend asli ishlab chiqargan tizorlarimiz bor. Narxlari 2 million 400 ming so'mdan. Avax kompaniyamiz bor, masalan, shular ham zo'r narsa turistik kompaniya 2 million 400 ming so'mdan. Bir de Voltolarimiz bor, yana xalasangiz bular ham zo'r tizorlarga 2,5 million so'mdan. Bir de Seven Saber brendlarimiz ham bor. Hozirda eng trendda, eng xatovoy bo'lib boshlagan kompaniya hisoblanadi Seven Teshaga. Otabek Umarovning, ya'ni bizani O'zbekistonning eng ildiq kompaniyasidan birini aylandi bu o'sha. Ekranlarimiz ashtali. Sifati kачество zo'r. 3 million 200 3 million 300 sotilgan tezorni 2 million 600 ming so'm skidka tushirgan. 2 million 600. 2 million 600 ming qaytib yana sovg'alar mutlaka tekinga. Tem bo'lib bu Android eng so'nggi chiqqan vipskasi. 3 yil garantiyasi bilan beriladi har bir olgan texnikasini. Yine ekran zashtasi bor. Ekran zashtasi bor, avan. Kezi sinmaydi. Ha, vaqt xohlasa shu taraflamasam zo'r. Ertangi yosh bolalar bilan urgandan sinish ehtimoli kamroq bo'ladi boshqalarga qaraganda. Cho'tka ekan bu. Shunday narsa yana. Xudo xolasa endi 43likdan assortiment gasalar bir qator bularni ham 0 deb tushuntirib beramiz. Endi bu yerda 50liklar. O'sha 43dan bir katta razmer hisoblanadi. 50lik tizor olaman deganlar uchun bularni ham assortimentlar baholarni aytib o'tib ketik. 3 million 800 ming so'mdan boshlab 6 million so'mgacha turi bor. Nechta variantlari bor. Samsung, LG deymilar, Monex deymilar, Leader deymilar, har xil brendda, har xil modelda bor.
3 million 800 dan boshlab 6 million so'mgacha turib bor. Endi bularni podarkasini shartda aytib tashlaymiz. Mayda juda aytib o'tamiz. Chunki men o'zim tezroq aytasim deb turibdi-da podarkasini. Bizdan 3 million 800 so'm bir dana 50 dyumlikda tezroq qaytatib olasizlar. Yanında bonusini mayda juda bir dana 43 lik Smart Android 4K tezroq qo'shib beramiz. Kerak bo'lsa, televizorga televizor podarka. Televizorga tezroq qo'shib beramiz. Ukasi yanında. Zo'rindan bunga ham 100% garantiya beraman. Buni ham ekran zashtali qilsa, prosto emas. Garantiya. Endi qarang Sardar. 3 million 800 so'm bir dana tezroq qaytatib oldi. Diolosdan krashtinasini ham beraman. 2 million 800 so'm tezroq qo'shib beraman. Bunga ham krashtinasini qo'shib beraman. Tezorini dostavkasi, uстановкасы beshatib beraman. Уже 30 lik tezorni bahasidan namozdan tushib qoladi. Nima kerak bo'lsa. Ya'ni 1+1. 1+1. Ya'ni Liboyni olsa qahram. Liboy 50 tezorni xalaqanni qaytatib oladilar. Bir dana 43 lik tezor tekinga qo'shib beraman. Nima kerak bo'lsa. Ikkinchi variantlarimiz yana xudo xolasa. Endi 55 lik tezorladi. 55 lik yanada zo'rag'i. Qani? 55 lik yanada zo'r. Bizdan birdan 55 lik tezor qaytatib olasizlar. Endi bularning narxlari har xil og'a. 4,5 million so'm, 5, 6, 7 million so'mgacha bor. Har xil variantda, har xil modelda bor. Birdan 55 lik tezor qaytatib olasizlar. Yanında mayda chuda 6, 7 deb o'tiramiz. 8 kilolik avtomat kirmashin qo'shib beramiz, Sardar. Ana kerak bo'lsa, 8 kilolik avtomat kirmashin. Cho'tkisidan. Eng sara varianti dostavka uстановкасы ham ichida bo'ladi. 3 yildan garantiyasini ham qo'yib beraman. Tem bo'li upravlение polin sensorning 2 qat oynali bo'ladi. Ob'yom ham eng katta xillaridan biri. Poli kurtka odam yuvib beradilar. Shuni aytib ishlataveradilar. Bu sezonni qaytada bo'ladilar 4,5 million so'm. Dostavka uстановкасы mutlaqo tekinga 8 kilolik kirmashin beramiz. Yanında bunam mutlaqo tekinga. Bunam dostavka uстановкасы besplatniy bo'ladi deb tashlaymiz. Ha do'stlar, olib borib beradi ekanlar. Olib borib beramiz. Xorazm, Qoraqalpog'iston bo'ylab mutlaqo tekinga dostavkalarimiz. Endi bizda yana bir variantimiz ham bor Sardar. Bu yurtdoshlarimiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Bizda Nestle to'lovon bor og'a. Bo'lib beraga bor. Bo'lib beraman. Pasport plastiki bilan do'konimizga kirib kelsalar, har kim masalan siz o'zingiz shaxsiy pasport va shaxsiy plastikingiz bilan kelsangiz bo'ldi og'a. Har kim o'zining shaxsiy pasport va shaxsiy plastik bilan do'konga kirib kelsa bo'ldi. 3 oydan boshlab, обязательно 3 oydan boshlab 1 yilgacha muddatli to'lov bor. Alin endi ko'pchilikda masalan yosh katta ota-xonlarimiz, ona-xonlarimiz pensiyada naqd oladi. Balkim davlat ishida emas, og'a, bir korxonada ishlaydigan odamlar bor. Ular naqd oladi alikni. Plastik emas. Win-win insonlardan chiqib oladi degan savol bo'lishi mumkin. Yurtdoshlarimizda faqat pasportni o'zi bilan kelsalar, ular ham ishlab beramiz og'a. Bunday variantlarimiz ham bor. Faqat pasportingiz bilan kelasizlar, 3 oydan boshlab 1 yilgacha muddatli to'lov olaverasizlar. Nima kerak bo'lsa. Endi qaranglar. Nestle to'lov berib turib, podarkasini berasanmi deganlar uchun. Bu savol ham hosil bo'ladi, u savollarga yurtdoshlarimizda. Обязательно beraman. Ana, podarkasi bilan yana bo'lib berarga. Bo'lib berib, podarkasi bilan olaversinlar. Buni olib ketaveramiz. Olib ketaveradilar. Olib borib ham beraveramiz, Sardar. Gap yo'q, ay. 3 oydan boshlab 1 yilcha muddatli to'lov, har bir texnikangizni, har bir mahsulotingizni bez problem kelib turib olaverasizlar. Oldindan 1000 so'm pul to'lamaysizlar tem bo'li. Pulsiz. Oldindan pul talab etilmaydi. Ikkinchi oydan to'lab ketaveramiz. Keyingi oydan to'lab boshlayveradilar. Bu esa pasportlari bor. Puljinimiz, indigi oyda oylik olamiz deb o'tirmishsiz. Sizga bo'laverasizlar. Pasportingiz bilan keldingiz bo'ldi, shunday kir mashina yoki televizor yoki xolodilnik yoki konditsioner ko'tarib chiqib ketaverasizlar. Shunday variantlarimiz bor. Tem bo'li hozir toza xo'jalikka chiqqanlar bor, toza joyga solib chiqqanlar bor. Shular uchun bu dim manfaatli bo'ladi degan umiddamiz, xudo xolasa. Gap yo'q, zo'r bo'ldi, manfaatli. Shunday variant. Endi konditsionerlarimiz. Konditsionerga necha qaqslar o'tirib endi. Konditsionerlarni zo'r skidkalarni qo'ydik Sardar. Bular ham xudo xolasa yurtdoshlarimizga foydali, chiroyli bir yakadon aksiya bo'ladi degan umiddamiz. Endi bu yerda qish sezon kirib keldi. Sardar уже sovutish uchun konditsioner hozir bu yerda talab etilmaydi. Endi bu yerda faqat qizdiruvchi so'raydilar. Ichida tenimalarni, ampulga aytamiz yurtdoshlarimizga kelsa. Endi bizda konditsioner narxlari 4300 ming so'mdan boshlanadi. Yozgi varianti bor. Ha, endi bulardan ma'lum bir foizda qizdiruvchi bo'ladi, lekin og'a 100% garaj aytib isufli deb aytib bo'lmaydi. Ma'lum bir foizda isuflash imkoniyatiga ega. Endi ichida tenibalarni, ya'ni yurtdoshlarimizni xonasini kvadrati, ob'yomini aytsalar, biz o'zlarimizning ishonchimizda o'tgan, o'zlarimiz 100% qizdirib sovutatib garantiyali konditsionerlar pulga aytamiz, kelsalar. 100% tushuntirib. Endi bularning baholarni bir qator aytib o'tib ketdik, xudo xolasa. Gelganda, uydan chiqqanda shunga pul olib kelaveradilar. Približительно. 4300 ming so'mdan boshlanadi. 12 lik konditsionerlarimiz. Bu yerda masalan 4300 ming so'mlik Rosso kompaniya, Rossiysk texnologiyada. Bir de Samsunglarimiz bor, ko'pchilik biladi. 10 yil garantiyasi bilan beriladi. Pastokdan zo'r ishlaydi. Inverter motor. Tem bo'li og'a 6,5 million so'm sotilgan konditsionerni yurtdoshlarimiz skidkada 5 million 400 ming so'mga tushirganmiz. 5 million 400. 5 million 400 dostavka uстановkasi ham tekinga bo'ladi. Endi og'a o'zingiz ham bilasiz og'a, tezorlarni so'llab izlasa bo'ladiganlarni bilasiz.
Голосовой batingiz bo'ladi. Голосовой. Konditsionerda голосовой barni eshitganmisiz saqa? Oho. Bunday variantlarimiz ham bor. Avval yog'ini. Magna kompaniyani. Ichida teni bor, audio upravleniyasi bor. Oh. Pultga söylaymiz bunu? Pultga söyleysizlar. O'zina söyleysiz saqa. Kichkina bolalar pultni yashirib qo'yib ketdi. Ko'rpachani o'ynab yuradi, bir yerda qolib ketdi. Topilmaydi deb konditsionerni söyleysiz, ishlaydi bu. Oh. Shunday variantlar ishlangan bo'ladi. Eng so'nggi chiqqan variantlardan biri. Temple inverter motor. 135 voltdan ishlaydi. Yaxshi bunda. Ag'a 7 million so'mga sotilgan konditsioner. Yurtdoshlar uchun skidka bomba narxda 5 million 400 ming so'm. 5 million 400. Ag'a 1 million 600 ming so'm skidka bo'lgan. 1 million 600. 1 million 600 skidka bo'lgan. Endi qarang. 5 million 400 ming so'm xaridati bo'ladilar. Podarkasini qarang ag'a. Mayda chuyda aytib o'tirmayman. Bundan assortiment yaratib beraman. Xohlasalar 7 kiloluk avtomatik mashina 3 yil garantiyasi bilan. Xohlasalar sanasidan 60-60 razmerlik 6 upravleniyali bir dana gaz biti eng zo'rindan. Xohlasalar 43 lik smart Android televizori bonusini. 3 varianti bor ekan. 3 variant. Xohlagan tanlab olsinlar. Xohlagan konditsionerni, xohlaganni podarka saylab olsinlar. Zo'r variant bo'ldi-ya bu. Xolasa gaz plita, xolasa kir mashina, xolasa televizor. Farqi yo'q ag'a. Kimga qaysi kerak bo'lsa olib ketaverasiz. Ha, do'konimiz nomidan chiroyli aytib, kanalni ko'rdim, like bosdim, kommentariy yozdilar. Konditsioner uchun yana bir dana podarka bor. Chin ko'ngildan o'zimning nomimdan. Ha. Yana bir podarkasi bor. Kanalni ko'rib Обязательно kanalga ko'rib, like bosib, kommentariy yozib kelsangiz bir podarkasi bor xudo qalasa. Norozi etmaysiz hech kimni. Endi kattaroq ob'yom deganlar uchun ham bor variant Sardar. Qanday? Masalan, 12 lik konditsionerlar o'zi standart kitobida yoziladi, 0 dan 36 gacha 18 likda katta 40, 50, 60 kvadratli uchun 18 lik konditsioner aytamiz. 18 lik konditsioner narxlarini salkam 12 likning bahosini tushirib beramiz. Necha so'mga tushiramiz? Ag'a 7,5 million so'mga sotilib turgan konditsionerlar bor. 18 likdaga 5,5 million so'mdan qo'yib beramiz. 5,5 ga? 18 lik konditsioner 5,5 million so'm dostavka uстановkasi mutlaq tekinga bo'ladi. Xohlasa yana sovg'asini xalagan tanlab olasiz. Sovg'alar, ha? Xolasa shuni. 18 lik konditsioner 5,5 million so'm oldilar. 7 kilo xalasalar. Xalasalar gaz plita, xalasa 43 lik tezor bilan problem uyina ketaveradi. Konditsioner dostavkasi, uстановkasi ham mutlaq tekinga bo'ladi. Yana kerak bo'lsa. Shuni variantlarimiz ham bor. Yurtdoshlarimiz uchun, xalqimiz uchun manfaatli bo'ladi degan aksiyalarni tayyorlab ko'pmiz. Xudo xolasa videoni o'tkazib bermasdan oxirigacha like'larni bangirdatib tashlab ko'rsanglar sizlarga manfaatli bo'ladi deb aytdim. Xudo xolasa manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Mana do'stlar, kelaverasizlar. Gaz plitalarimiz narxlari turi ko'p. Bularni masalan bir ko'z to'qli modellarimiz bor. Hammasi gazli modellarimiz, ustuni jukali, chugun, turi ko'p bulan. Gaz plitalar narxlari 1 million 700 ming so'mdan boshlab 5,5, 6, 7 million so'mgacha turi bor. Bular ham kelib, bemalol tanlab xarid olishlari mumkin. O'zini yakkanni ko'lini o'rnagan skidga aytib beramiz. Endi gaz plitani bu tarafda bor, bu yerdan bor, bergi tarafdan bor. Keyin bu yerdan ko'rsatib bering Sardar, xudo xolasa. Demak, masalan, Vesta kompaniyamizniki ideal kompaniyalarimiz bor. Masalan, shu gazlarimiz yana 1 million 700 ming so'm skidka degan narxlari. 1 million 700. 1 million 700 ming so'm. Eng arzonlari, lekin zo'r narsa, prostoy narsa, yaxshi narsa. Keyin bir de ideal kompaniyamizga turistik kompaniya hisoblanadi. Ham bir ko'z to'qli bo'ladi. Ertaga gaz bo'lmay qolganda foydalanib beraveradilar. Narxlariga 2 million 800, 2 million 900 sotilgan. Yurtdoshlarimiz skidkada 2 million 300 ming so'mga tushirib beramiz. 2 million 300. 2 million 300 ming so'mga. Endi nov qo'shib berasan degan savol bo'lishi mumkin. Yurtdoshlarimiz uchun qarang. Zo'rindan pichoq nabori besplatniy. Yanında xushtak chanikini ham qo'shib beramiz. Yanında zo'rindan tefalni ham qo'shib beramiz. Bu yanında kukmara skоворodkasini ham beramiz. 4 podarka olib ketdi. 4 dana podarka, 1 dana gaz plitaga 4 dana podarkasi. Xalasalar 2 million 302 ni. Xalasangiz 2,5 million so'mlik, xalasangiz 3 million so'mlik, xalasangiz 5,5-6 million so'mlik. Hammasini amal etadi ag'a. Yana kerak bo'lsa. Shunday variantda. Endi vitishkalarimiz ham bir og'iz aytib o'tib ketik. Vitishkalarimiz narxlari 500 ming so'mdan boshlanadi. Endi bularning turi ko'p, nichik variantda. Ya'ni olajak gaz plitasına qarab, razmeriga qarab, shunga qarab pulga etiladi bular Sardar. Masalan, 60 santlik gaz olsa 60 santlik vitishga ko'rsatiladi. 90 lik gaz olsa 90 lik vitishga ko'rsatiladi. Bular ham tabletli modellari bor, piramida modellari, korpli modellari, даже pultli variantda ishlaydi ular bor. Pultda boshqaraveradi ag'a. Uzoqlikda olsa ko'chadan keldi, salg'aroqda turadi, yana pultda bosib beradi, ishlab yotaveradi. Shunday variantlaridan bor. Bular ham kelsalar bir qator noldan sizga tushuntirib, chiroyatib, tavsiya etib beramiz ag'a. Gap yo'q. Xudo xolasa ko'rsatib bo'ldik o'xshaydi endi aksiyalarni. Avo ko'rsatdik, xoldinglarni ko'rsatdik, hammasini ko'rsatdik. Xudo xolasa uyingizda kutib o'tirmasdan endi kelib olishingiz mumkin. Endi qarang yurtdoshlar. Bizada faqat magazinga kelish emas,
uyingizda o'tirib zakaz etsangiz ham bo'ladi, ya'ni onlayn savdodan basardi. Uyda o'tirib olib ko'rishimdan deb ha? Ha, telefon aytib turib, video yozibda, WhatsApp, Telegram. Ya'ni bizda yaxshi tarafi yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz, bu opa-singillarimiz musofir degan, ya'ni Rossiya Federatsiyasidan yurganlar bor. Bu yandagi WhatsApp, Telegram yaxshi ishlamaydi turibdi-da. Biz o'zimiz ham ko'p guvoh bo'lib turibmiz. Shuning uchun biza u yandagi aka-ukalarimizni sharoitini qaragan holda shulardan manfaat olish uchun IMO platformasini ochib qo'yibmiz o'zimiz uchun. IMO bo'lsa, Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz WhatsApp, Telegram ishlamaydi, bemalol IMOdan chiqsalar, biz IMOdan javob beramiz. Mana Videoda ko'rsatib, tanlaganini uyina olib borib, как положено o'rnashtirib berib kelamiz. Hammasi besplatniy bo'ladi, xudo xohlasa, yurtdoshlarimiz uchun. Lekin nasihat olish uchun обязательно magazinga bir inson kelishi kerak. Musofirda yurib turib nasihat amalatib bo'lmaydi ag'a. Undan bir og'iz aytib o'tib ketdik. Gap yo'q. Adresini o'zing ham bir tushuntirib ber. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida, Dehqon bozorining oldida. Bu yon tarafdan kelaverish ag'a. Urganch, Beruniy, Xonqa, Xiva tarafdan kelaverishda, Dehqon bozori oldida svetofordan o'tkayda 200 ming cham qo'lisida Evrotexno degan magazin. Endi bu yon tarafdan kelaverishda. Bu yon tarafdagi Qozoriston, Bog'ot, Xonqa yana bu yerdan chiqadigan yerlari bor. Yana chiqish variantlari. Shunda Miskin tarafdan kelaverishda, kombinezon polutda svetoforda o'tgandan keyin 10 qo'lisdagi Evrotexno yozib turibdi. Biz o'shadan videodan nomerlarimizni qoldiramiz. Dim tushunmasangizda bizlar bilan bog'lansangiz, o'zlarimiz sizlarni kutib olib, chiroylatib do'konga, chiroylatib aksiyalari bilan, podarkalar bilan davolanib ishlab beramiz, xudo xolasa. Gap yo'q. Endi ish kunlari, ish soati. Endi qarang ag'a, bizda ish kunimiz dam olish yo'q. Xalqimiz uchun xizmatdamiz. Har kuni. Haftada 7 kun ishlaymiz. Haftada 7 kun. Endi ish soatimiz azongi soat 8 dan kechki 7 gacha. Kun botqancha kerak. Iloji boricha shungacha telefonsingizda telefonga javob berishga harakat etamiz. Endi 7 dan keyin oila davrasida telefon ololmay qolishimiz mumkin. Qo'limizdan kelgancha unga ham harakat etamiz, lekin 100% javob beraman deb ayta olaman. Soat ertalabki soat 8 dan kechki 7 gacha 100% javob beramiz, bo'lsa telefonlaringizga. Ja ololmay qolsak, obratnik qaytib chiqamiz o'zlarimiz. Lekin kechki 7 dan keyin oila davrasida sal telefon ko'tarish kerak bo'ladi. Bunga ham tushunasizlar deb umiddamiz yurtdoshlarimiz. To'g'ri. Ana do'stlar, kelaverasizlar. Mazida aytib o'tdik. To'rtko'l tumani Dehqon bozorining yonida joylashgan. Prямо yo'lni bo'yi do'stlar. Telefon nomerlari yoziladi, zvon etib kelaverasizlar. Обязательно kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentariy yozib kelinglar. Addini podarkasi bor. Kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.